$1000 pul beraman. Cobalt lekin menda qoladi. Rozimisiz? Yo'q. $3000 beraman. $3000 lekin kichkina pul emas. Cobalt. Aka, 3,5 men beraman. Voy gap yo'q. Aka, o'nini tanlaysizmi, chapinimi? Oching. Assalomu alaykum, qo'qon ahli. Bunchalik ko'p odam yig'iladi deb o'ylamadim. Hammalarga rahmat. Taklif qilib keldinglar. Inshaalloh biza 6 oy bolalarni tayinladi u. 6 oy ichida Toshkentda o'qishdi bolalar. Bizda nima soha bo'lsa, Vitsin Qo'qonda ham shu sohalar bor. Bolalarni chaqiramiz. Sizlarni komandani. Hop, tanishtirib o'taman. Do'stlarimiz aka birinchi o'yinchi professional bo'ldilar. Akamizni shunga xaridlar, mashinalarga bemalol ishonib muomala qiladigan insonlar. Inshaalloh akamizni elektrik bo'yicha, akamizni izolyatsiya bo'yicha, polirovka, keramika, ximchiska bo'yicha professional bolalar usta bo'ldi. Bugun xursandchilik kun. Birinchisi Vitsin Qo'qonni ochilishi, ikkinchisi Cobaltni topshiramiz. Sizlarning ko'z oldingizda 7 ta ishtirokchi aniqlab bo'lganmiz. Xo'p, birinchi ishtirokchimiz Xorazmdan akamiz o'zi ukalari yutganlar, ya'ni g'olibga aylanganlar. 18 ga to'lmaganliklari uchun akamizni o'zlarini, ya'ni qarindoshlari bular o'rinlariga chiqdilar. Xo'p, boshlaymizmi? Bor. Aka keling bu yoqda. Omad. Endi nasib bo'lgani, bu yerda 7 ta xullas sovg'a, ya'ni ikkitasi Cobalt, 5 tasi sovg'a. Nasib bo'lgani. Birinchi 7 ta ishtirokchidan ikkitasini tanlab olamiz, 5 tasini chiqarib olamiz-da, keyin u yog'ini ketamiz. Ha. Aka aylantirasiz, boshlandi. Ketdi. Omadingizni bersin. O'rtasidan oldilar akam, o'rtasidan. O'zingiz aytasiz, aka nima chiqqan? Valvaling tomonidan sizga aka hadiya bor. Komplekt, xudo xolasa, mashinangizga quyib yurasiz. Polniy mashinangizga Valvaling tomonidan pul bo'ldi aka. Rozi bo'lasiz? Ikkinchi ishtirokchi ham ajoyib. Ular ham Xorazmdanlar. Keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling akajon. Barabarni o'zingiz aylantirasiz va o'zingiz to'xtatib beramiz. Okey, to'xtating. Nima chiqadi o'ylaysiz? Bilmadim endi nasib. Bismillah deb boshlaychi qani ketdi aka. Alohida chap tarafda bir dona turganini tanladilar akamiz. Neonline tomonidan antiradar. Akamizda eng kerakli narsani yutib oldilar. Aka, endi pul to'lab o'tirmaysiz. Neonline 7700 akamizga hadiya bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Qashqadaryo 4-ishtirokchimiz. Keling. Keling do'stimiz. Do'stim, yaxshimisiz? Akam dadillar, men shoshyaptilarmi bunaqa qilib. Boshladingmi? 4-ishtirokchi. Qashqadaryo. Ketdi. Bismillah deb ochyaptilar. Eshitildimi menga? Ya. Yo. Lekin Vetavor chiqdi. Vetavor Cobalt emas. Vetavor tomonidan Golden Crown baloni 100,000 kilometr garantiya beriladi. Sizga aka hadiya. Rozi bo'lasiz? Rozimiz aka. Hozir yo uyali yo buyali bo'ladi. Shuncha xalq turibdi bu yerda. Bu yoqda Navoiylik akalarimizni, bu yoqda Namanganlik. Abdumajid kim yutadi deb o'ylaysan? Kimga nasib qilsa ham, bilmadim, ikkalaligini ham omadligini bersin. Hozir mashina yo odiyga yo vohida
qoladi. 10 sizga. Bo'ldi. 10 ni oling. Oching. Davay. Yo'q, aka. Qo'lim tutib qoldim. Mana ham oching. Hamma kutyapti. Tabriklar qo'yasiz. O'rtoq, siz xafa bo'lmang. Sizga ham podarka olib qo'yganmiz, bitta ochib ko'rasiz. Avtoyetuna 2 millionlik voucher okamizdan ham o'ylaganmiz, mabodo xafa bo'lmasinlar, shuncha odamga podarka qildik degan maqsadda. Oka, bu safar omadingiz kelmagan bo'lsa, inshaalloh keyingi safar omadingiz keladi. Joningiz sog' bo'lsin. Bu Cobalt aka olganingizdan noldan kuzatib borardim aka mana. Alhamdulillah o'ziga shukr, o'ziga olsam berdi. Qancha yaxshi niyatlar qildi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Xo'p, akajon 3-sovg'amiz. 3-sovg'amiz. Premium sport kiyim magazinidan Cobalt uchun boshdan oyoq sarpo aka. Teka mutlaqo. Rahmat aka. Kattakon rahmat. Aktivistlarga kattakon rahmat. Jamoa a'zolariga ham, yoshlarga ham kattakon rahmat. Homiylarimizga rahmat. Premium sport akalar. Dinor raqamlari va valvaling. Joninglar sog' bo'lsin. Aka, shu sovg'alar Cobalt sizniki. Qanaqa emotsiya? Mana bitta emotsiyangiz ayting bo'ldi. Aka, hayajon, вообще hayajondaman aka. Bilaman gaplaringiz ham shu. Hayajondaman. Gap so'z yo'q. Mashina vodiyda qoladigan bo'ldi.